Boshliq, men ketyapman, orqamdan boring deysiz. Keyin qidirib yuramiz. Namuncha kechikdi bu tiraqib buzoq. Soat necha bo'ldi? Telefonlaringizni olib qo'yishga ijozat. 7 bo'lyapti. Minnatdorman. Ha, telefon qil. Faqat bu tasvirga olishimiz kerak. Ha, albatta. Hozir gaplashdim-ku. Yuqori chastota. Yo'ldaman degandi. Biroz kutib tur. Buncha sabrsiz-sana. Hech qachon tasvirga olishmagan. Ichim qizib ketyapti. Tezroq undan pullarni undirish kerak. Qanday jazm etdingiz? Hamda Ey, men o'laman desam sen namuncha bemalolsan. Bor, tur, qara. Glen, U Merov ostonadan qaytib ketaveradi. Tur. Edward Joseph. Yoshim 20. Bor. ANBda yollanma xodim bo'lib ishlayman. Shuningdek, MRBda hamda boshqarmaning o'zida ishlaganman. Elan davr. Georgia 2004 Faqat pul olishni biladi bu. Ichida razvedka sohasida ko'p lavozimlarni almashtirdim. Tizim muhandisi, loyihalovchi, yana Keldi. O, Assalomu alaykum. keldilarmi? Va nihoyat. Keldim aka. Nega qo'rqsan? Pullar qani? Aka, Hm? pulni olib kela olmadim. Iltimos, qo'llab yuboring aka. Ochig'i hech qayerdan pul topa olmayapman. Yana ozgina vaqt bering iltimos. Nima deding? Meni yonimga uy olaman, qarz bering deb kelding, to'g'rimi? Oyog'imni tegi yotib olib, tovonimni yalaguday bo'lib, yalinganding. Endi tek turib menga hozir pul yo'q deyapsanmi? Qanaqa vijdonsizsan? Aka, yaqinda ijaraga mashina oldim. Hm. Ha, bilasiz, mashina juda ham eskirib qolgandi oldingisi. Keyin uni remont qildirib sotib yubordim. Xullas aka, xarajatlar ko'payib ketdi-da. Mashinani ham ijaraga olishga to'g'ri keldi. O'shanga iltimos aka, ozgina qo'llab yuboring, iltimos. Qilib beraman hammasini pulni. Meni seni xarajatlaring bilan nech pullik ishim bor? To'g'ri, ishingiz yo'q. Sen qarzdorsan. Aka, Pullarni joyiga qo'y. Eshityapsanmi? qochib yurganim yo'q-ku. 2 oydan buyon qoringni ko'rsatmaysan. Nima? Men senga o'yinchoqmanmi? Yo'q. Yoki haligi o'ynatadigan nima edi? Masxaraboz. Ha? Masxarabozmanmi? Aka, har doim telefon qilib turdim-ku sizga. To'g'ri tushuni, hozir topa olmayapman-da. O'g'irlik qilmayman-u. Iltimos, ozgina qo'llab yuboring. Eshikdan qulflaganmiding? Ha, qulflagandim. Aniqmi? Ha? Bor qara. Zo'r narsa. Menga qara. Meni pullarimni qaytarasanmi? Qaytaraman aka. Qaytarasan. Yoki Qaytaraman. yashab turgan uyini qaytib olaymi? Aka, iltimos. Kvartiraga tegmang, men qaytaraman. Aytdim-ku. Faqat ozgina vaqt bering, iltimos. Vaqt degan. Surbet. Mana shu yerdan
ermaklab chiqib ketasan. Tushunyapsanmi? Vaqt beringmi-sha? Vaqt. Tur o'rningdan. Buncha noziksan. Tur, govdangni qara. Tur. Yana kalta yeysanmi? Aka, Yana yeysanmi? Gapir. Yeysanmi? Daler aka, kalta bilan pul chiqib qolmaydi. Iltimos qilmang bunaqa ishlarni. Beraman pulingizni aka. Bilsang, lekin esing kiradi. Bildingmi? Yana shunaqa kalta yemaslik uchun yerni tagidan bo'lsa ham pul topasan. Topaman. Aka, iltimos. Bo'pti. Uyda kaltni cho's. Kaltni bermayman aka. Nima? Agar kaltimni tortasiz, bo'lmaydi, oilam ko'chada qoladi. Pulingizni qaytarib beraman aka, iltimos. Unaqa ishlar qilmang. Hadingdan oshib ketmadingmi? Aka, Nima? aka, meni zo'rlamaysiz. Uyi kaltini bermayman. Militsiya aralashishini xohlamasangiz, unaqa gaplarni qilmang, pulingizni qaytaraman dedim-ku. Pulim yo'q degin. Unda menda bir taklif bor. Mayli. Aka, qanaqa taklif bo'lsa ham roziman. Faqat menga ozgina vaqt bering. Agar aytganimni qilsang, qarzingni 2 oyligidan kechaman. Mayli aka. Xo'p. Nima qilish kerak? Roziman. Nima desam ekan? Xotiningni bir kechaga berasan. Nima? I? Bu yog'i oshib pishdi iflos. Yo'q, sen Sen nima eshit. deding? Sen noto'g'ri tushunma. Ey! Menga qara, qo'y bor. Sutxo'r! Qo'y bor. Qayerga yuribsan? Qo'y bor dedim. Nima qilib qo'yding? Daler. Nima qilib qo'yding? Daler. Ko'zingni och. Qayerda yuribdilar? Buncha kechikib ketdilar endi. Tez qayting degandim ularga. Olmayaptilar. Nimadir bo'ldimikan? Hozir SMS yozaychi. Ishqilib telefonlariga qarasinlar-da. O'libdi. Aka, unaqa demang. Yaxshilab tekshirdingizmi? Nimalar qilib qo'yding, ahmoq? Aka, Buni o'ldirib qo'yibsan-ku. Men tegganim yo'q aka. O'zi tashlandi menga. Men faqat 10 daqiqaga chiqib keldim. Nimalar qilib qo'yding? Meni aybim yo'q, o'zi tashlandi menga. Endi qamalasan, bildingmi? Hoziroq militsiyaga telefon qilaman. Aka, iltimos, jon aka, telefon qilmang. Iltimos sizdan. Militsiyaga telefon qilmang, boshimgacha qarzdaman. Qamalib ketsam nima bo'ladi? Yosh xotinim nima bo'ladi? Jon aka, iltimos sizdan. Aka, homilador xotinim. Iltimos. Bular bilan meni ishim yo'q. Aka, bir fikr bor. Menda bitta fikr bor. Dalerni hamma yaqinlari Qanaqa? chet elda, to'g'rimi? Ha? Uni yaqin orada hech kim qidirmaydi. Keling, jasad bekitib qo'yaylik. Nima? Aka, iltimos, eshiting. Arqon topamiz-da, osib qo'yamiz. O'zini joniga qasd qilgandek bo'ladi. Esingni yebsan. Sen o'ldirding. Sen javob berasan. Ey aka, iltimos, eshiting. Arqon topamiz-da,
osib qo'yamiz, o'zini joniga qasd qilgandek bo'ladi. Esingni yedingmi? Uni sen o'ldirding. Aka, bilasizmi uni qancha boyligi borligini? Bilasizmi? Qarang, yaxshilab eshiting aka. O'zingiz bosing. Siz ham men ham hayajondamiz. Yaxshilab o'zingiz bosing. Eshiting. Bu sutxo'rni men bilaman, yaxshi bilaman. Odamlarga katta pul beradi. Agar bu gap, bu sir oramizda qolsa, buni boyligini hammasini o'zingiz olasiz. Unga ega bo'lasiz. Menga 1 so'm pul kerak emas. Iltimos sizdan. Xo'pmi aka? Birovga bir umr qul bo'lib yashamaysiz-ku. To'g'rimi? Iltimos. Aka, boyib ketasiz endi. Rost aytyapman. Menga hech qanaqa 1 so'm pul ham kerak emas. Yaxshilab o'ylang. Aka, o'ylang. Xudo, nimalar qilib qo'ydim-a? Nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi endi? Nima qilib qo'ydim? Soat 11 bo'lyapti. Hali ham kelganlari yo'q. Hech bunaqa kech qolmasdilar. İşte bo'lganda kech qolardi-ku. To'g'ri, telefon qilib qo'yardilar-da hech bo'lmasa. Charoz qizim, sen o'ylanma. Homilador bo'lsang, yana mazing qochib qolmasin. Ering yosh bola emas. Ko'chada yurgandir, yaxshiroq mijoz chiqqan bo'lsa, ketgandir uzoqroqqa. Qayerga ketsalar ham xabar berib qo'yardilar-da, oyi. Bo'ldi, yosh bola bo'lmagin. Hozir kelib qoladi. Sabr qilgin. O'zim ko'chaga chiqib izlab kelsammikin? O'ylab gapiryapsanmi? Ayol boshing bilan kechqurun bir o'zing ko'chada yurasanmi? Ostonadan chiqma, tushundingmi? Charoz, eshityapsanmi meni? Tushunding-a? Eshitdim. Xo'p bo'ladi, oyi. Bo'pti qizim. Sanjar aka, bu pullarni qayerda saqlaydi? Ha? Ana ichkarida. Ko'proqni uyda, seyfda saqlaydi. Bo'lmasam chiqaring. Birinchi bu yerdagi pullarni olamiz. Keyin uydagilarni olib kelamiz, xo'pmi? Bo'ladimi? Jasadni nima qilamiz? Soat 3 dan keyin buni shahar chekkasidagi zovurga tashlab kelamiz. Kalitni oling. Xo'p. Sanjar aka, Mana. qancha pul olsak ham buni o'rtadan arra qilamiz. Tushunarlimi? Mayli. Mayli, tezlashamiz bo'lmasam. Vaqtimiz kam. Sen shu yerda kutib tur. Shu yerdaman. Tezroq bo'la qoling. Mana. Mana pullar. Yaxshi. Mashina kaliti qayerda? Endi uyga borib qolganini olib kelamiz. Ana. Menga qara Jonibek. Ha. Haligi hammasi o'rtamizda qoladi, ha? Aka, menga ishonavering. Men bitta gapiraman. Ketdik. U pullarni yaxshi ko'rardi. Mana o'ldi. U pullarni olib ketmadi ko'zi bilan. Hammasi bizga qolib ketdi. Ha, hammasi bizniki bo'ladi. Ketdik. Mana shu uyda yashardi. Oho, ancha katta-ku. Bu yerda ancha pul bor. Qanaqa qilib olib chiqamiz ularni? Menga qara. Uni ataylab o'ldirmadingmi? Nega bunday deyapsiz aka? Ishtahang karnayligi uchun aytyapman. Aka, ishoning menga. Meni bunaqa narsa yetti uxlab tushimga ham kirmagan. Men uni ustiga qotil emasman. Vaziyatni o'zingiz ko'rdingiz. Bo'pti, yaxshi, ishondim. Bo'lar ish bo'ldi.
Endi u baribir qaytib kelmaydi. O'zini boshini o'zi yedi. U rostdan ham pullarni yaxshi ko'rardi. To'g'ri. Topganini seyfga tiqqan. Endi ovimiz yurisharkanda. Vaqt o'tkazmaylik bo'lmasam. Jonibek, uyni tashqarisida kuzatuv kamerasi bor. Yo'g'i? Shunaqami? Unda ichkariga kirgandan keyin hamma kameralarni uzib tashlaymiz, monitorlarni yo'q qilamiz. Mayli. Ketdikmi? To'xta. Chiroq yondimi? Shunaqaga o'xshaydi. Ichkarida kimdir bor menimcha. Bo'lishi mumkin emas. Bizni ko'rib qolmasin, shubhalanadi. Shu fikrdaman. Bo'lmasam haydang naryoga. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Siznikiga ham bormadilarmi? Siz yaqin o'rtog'siz-ku, o'shanga oldingizga bormadilarmikin deb. Mayli, agar u bu xabar kelsa aytarsiz, kutaman. Xo'p. Qayerda ekanlar? Tashqariga chiqib qidirib kelaman o'zim. Jonibek aka, qayerdasiz? Men ishlar bilan yuraman. Mashinangiz ustaxonada-ku, qayerdasiz? Qanaqa ish yana? Xullas o'zimning ishlarim. Xavotir olib o'tiribman. Kelyapsizmi? Sen xavotir olma, xo'pmi? Bugun biroz kechroq boraman. Eshikni qulflab, bemalol uxlayver. Menda kalt bor. Siz kelmasangiz qanday uxlayman? Charoz, bir ikkita zarur ishlarim chiqib qoldi. O'shalarni hal qilmasam bo'lmaydi-da. Iltimos, to'g'ri tushungin. Nimadir bo'ldimi? Aldamang, ovozingiz boshqacha chiqyapti. Jonibek aka, sezib turibman, nimadir bo'lgan. Hozir qayerdasiz? Boraman. Xavotir olma. 1-2 soatlarda uyga boraman, xo'pmi? Bo'pti, telefonni o'chiryapman. Alo, Jonibek aka, qayerdasiz? Alo. Tinchlikmi? Ha? Xotinim xavotir olyapti, aka. Tinchlantirdingmi? Tushunmayapti lekin. Lekin baribir ko'ngli joyiga tushmadi-da. Pullarni ola olmadik. Chuchvarani xom sanabmiz. Uni uyda kim bo'lishi mumkin, aka? Hayronman. Tunov kuni Daler Amerikadagi akasini kelishini aytgandi. Voy, Balkim o'sha kelgandir. chin ursin. Ishlar pachavayu, aka. Endi akasi kelgan bo'lsa, darrov Dalerni qidirishga tushadi. Biz anu jasadni bir yo'qlik qilishimiz kerak. Qayerga olib boramiz? Aka, men sizga aytdim-ku, anu shahar chekkasida katta bir zovur bor. Suvi juda ham tez oqadi. O'sha yerga olib borib jasadni tashlab yuboramiz. Nima deysiz? Atrofida odam yashamaydimi? Nima desam ekan? Aniq esimda yo'q, to'g'risini aytsam, aka. Lekin aholidan ancha uzoqroqda. Ketdik, olib boraylik, turmaylik, aka. To'xta. Kanal aholidan uzoqdaligiga ishonching aniq komilmi? Ha, aniq, aka. Nima boshqa variantimiz ham bormi bo'lmasam? Hozir yo'q. Bo'ldi. Lekin bir voqea esimga tushdi. Xo'sh, qanaqa voqea? Daler suvdan qo'rqardi. Ayniqsa, tez oqadigan suvdan juda ham qo'rqardi.
Nega bu yerga keldik? O'tgan hafta sendan qarz olgan Shukur qassob bor-ku. O'shani bu yerga chaqirdim. Pulni olish uchun. Sanjar, sen nima ahmoqmisan? Kelib shu yerga chaqirdingmi? O'zing obyektimizni ko'rmasin. Qassob biroz shubhali deding-ku. Bo'pti. Qachon keladi o'zi? Suvni qara. Chiroyliligini qara. Yozda rosa cho'milardik. Men kim bilan bellashsam, doim yudardim. Daler, senchi? Suzishga qalaysan? Qo'ysangchi. Ana, hovani daraxtni ko'ryapsanmi? O'sha yergacha suzishardik. Men doim birinchi bo'lib borganman. Men qaramayman, bo'l, tezroq qassobni chaqirundan ko'ra. Bo'l. Senga nima bo'ldi? Sen hali suvdan qo'rqasanmi? Yo'q, qo'rqmayman. Nega kulasan? Haligi o'zim shunchaki men sen bilan suzishdan bellashmoqchi edim. Sen bo'lsang, Nima sen yosh bolamisan? Ha? Nima qilyapsan, tentak? Nima qilganing bu? buncha qo'rqmasang, hazırlashdim-ku. Menga qara. Men hazillarni yomon ko'raman. Tushundingmi? Qasobdan pulni olginda yonimga bor. Tez ortimdan bor. Ey, to'xta. Pulni menga berarmikin? Qo'rqoq. Xullas shunaqa gaplar. Qani bo'lmasam ketdik, borib jasadni yo'q qilaylik. Ketdik. Yuring. Iya, Iya, jasad qani? qayerga yo'qoldi bu? Shu yerda yotgandi-yu. Demak, o'lmagan ekanda. Bo'lishi mumkin emas. O'z tekshir. Ha, unda qani u? Bilmayman. Qayerga ketdi? Aka, bilmayman. Hey, tamom bo'ldik. Endi u bizni aniq sotadi. O'zi bosing. To'xtang, hozir. Sen ahmoqqa qo'shilgan men ahmoqman. Daler endi ikkalamizni qamatadi. Uni qo'li hamma yoqqa yetadi. O'zingizni bosing, bo'ldi. Vohma qilmang. Qanaqasiga vahima qilmayman. Aka, biz qotil emasmiz. U o'lmagan ekan, biz qamalmaymiz. Tushunyapsizmi? Qamalmaymiz. Lekin u buni kechirmaydi. Jonibek, endi nima qilamiz? Hozir o'ylayapman. Aka, qarang. Qon dog'lar turibdi. To'g'rimi? Ha? Mana, polgan tomchilagan. U jarohatlari bilan sekin-astalik bilan chiqib ketgan. Demak, uzoqqa ketmagan. Uni topishimiz mumkin. Ketdik, qidiramiz. Yur. Jonbek aka. Siz kimsiz? Nima kerak sizga? Yaqinlashma, yo'qol. Bilasizmi? Bu uy endi meniki. Siz yo'qolishingiz kerak. Er-xotinlar. Tushunmadim. Nima? Bu uyni sen ering meni pullarimga olgan. Shunday ekan, ekalalaring bu yerdan chiqib ketasizlar.
Bekorlarni aytibsan. Ket, hozir militsiya chaqiraman. Ket. Ey, Qo'yib yubor. Qo'yib yubor, og'riyapti. seni ering Qo'yib yubor. menga qara. Seni ering meni shu ahvolga tushirdi. Mana ko'ryapsanmi? Ha? Ko'r. Qay ahvolga tushdim? Oo, Qo'yib yubor meni. qani. Qo'yib yubor dedim. Endi seni ering qutqararmikan, ko'ramiz. Tushundingmi? O'chir. Yaxshilik istasang, jim bo'l. Qo'yib yubor. Yo'q-ku. Qayerga ketishim mumkin? Qayroman mana. Darn teshik kirib ketgandirdi. Qayerda bo'lishi mumkin? Bilmadim aka, bilmadim. Yaxshilab qidirishimiz shart. U maraz topmasak bo'lmaydi. Boshim og'rib qoldi. U yo'q. Yerda ham hech qanaqa qon izlari ko'rinmayapti. Demak, bu tarafga kelmagan. To'g'ri aytasiz. Balki uyga ketgandir. Aha, bo'lishi mumkin lekin. Lekin u uyda pisib o'tiradiganlardan emas. Men Dalerni yaxshi bilaman. U yengilishni umuman xohlamaydi. Kuchi yetmasa ham albatta qasos oladi. Hozir qayerda bo'lishi mumkin, a? Bilmayman. Biz nimani e'tibordan chetda qoldirdik-a? Qayerda xato qildik? Uni o'ldi deb o'ylaganimiz bizni xatoyimiz bo'ldi. Mana shu narsa bizni katta xatoyimiz bo'ldi. Ozgina shoshib qoldik-da. Haligi Lekin nafas olmayotgandi. to'g'ri. Aka, Ha? balkim bizdan boshqa yana tanishlari bordir, olib ketishgandir uni kelib. Uni o'liga axir kimga kerak? Keyin eshik ham qulf edi-yu. Gaping to'g'ri. Yur, narigi taraflarni ham qarab To'g'ri ko'ramiz. aytasiz. Balki o'sha tarafga ketgandir. Ketdik. Qo'yib yubor meni. Joni bek. Nima qilib bo'lmasa topish kerak. Kim bo'ldi ekan bu? Eshitama. Alo? Meni o'ldi deb o'ylab, qayerlarda yuribsanlar? Kim? Dalir qilyapti. Ey, Dalir. Qayerdasanlar? Kalamushlar? Sen o'lmadingmi? Yo'q, nega o'laman? Joning temirdanmi deyman seni? Meniki temirdan. Lekin nima desam ekan? Mana bu chiroyli yonimda turgan. Xullas mendan xavotir olma, lekin xotininikini bilmadim. Eshitasanmi? Mana. Alo, Jonibek aka qayerdasiz? Charos! Meni qutqaring, hozir o'ldirib qo'yadi bu iflos. Charos! Senga hech narsa qilmadimi? Meni qutqaring. Qayerdasan? Nima u seni yoningga keldimi? Alo, Charos, eshityapsanmi? Alo! Charos! Nima u seni yoningga keldimi? Yo'q, men bordim. O'ldiraman seni. Menga qara. Unga tegma, eshityapsanmi? Eshityapsanmi meni? Sen tezda uyni kaliti bilan hujjatlarni olib kel. Menga topshir. Bo'lmasa xotiring ko'rmaysan. Qayerdasan? Ey, alo! O'zimizning joyda. Ana u yoningdagi
Kalamush juda yaxshi biladi bu yerni. Tezda ke. Iflos. Joyini bilasizmi aka? Ha, bilaman. Ketdik. Ketdik. Ayo. Mayli. Oh, Jaros. Jonbek. Yaxshimisan? Hech narsa qilmadimi senga? To'xta. Ha? Yaxshimisan? Sekin yaqinlashma. Yaqinlashma. Hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Yaqinlashma. Xotinimni qo'yib yubor. Yaxshilikcha aytyapman. O'zingga yomon bo'ladi. Qo'yib yubor uni. Bu yerda sen menga shart qo'yma. Qo'yib yubor uni. Ey, baqirma. Ey, erkak, qancha qiynasang qiyna meni. Gaplashaman sen bilan. Xotinim homilador, qo'yib yubor deyapman. Nega? Nega endi sen aytganingni qilishim kerak? Meni o'ldirib ketdik-ku. Ha? Sanjar, senchi, sotqin? Ha? Maqsadlaring nima edi? Maqsading nima edi? Meni pullarimni ishlashmi? Ha? To'g'risini aytinglar. Meni o'ldirib yo'q qilmoqchi bo'ldilaringmi? Ha? Dalir, osonlikcha o'lmaydi. Seni hozir. Ey, bolajon, yaqinlashma. Iflos. Joyingdan qo'zg'alma. Bo'lmasa xotiningni ham, tug'iladigan bolangni ham yo'q qilaman. Daler, unda ayb yo'q-ku. Qo'yib yubor ularni. Aqlingni yig'. Nima deding? Sanjar, sen umuman gapirma. Hammasi yaxshi bo'ladi, Jaros. Sen meni sotding. Mana ko'rasan. Eshityapsanmi? Sen meni sotding. Men seni do'stim degandim. Senga ishongandim. Sen nima qilding? Nima qilding? Meni o'layotibdi deb tashab ketding. Vijdoning bo'lsa ayt. To'g'ri ish qildingmi? To'g'ri ish qildingmi? Qachongacha seni orqangda yuraman? Ha? Itmanmi, ha? Qo'yib bor dedim. Qo'yib bor Sanjar yaxshilikcha. Bo'lmasa seni ham otib qo'yaman. Tushunarlimi? Tezroq qoch! Qoch, Jaros. Sizchi? Jaros, tez ket bu yerdan. Men ham boraman hozir. To'xtalaring. To'xta. Aqlingni yig'. Zora tur. Qurolni tasha. Hozir ikki o'ynayam otaman. Tashla. Yaqinlashma qurol bilan. Yaqinlashma. Aqlingni yig', Daler. Daler, o'zingni bos. Gapir, nima istaysan? Pul kerak. Mana hamma pullaring. Ol. Yaxshi. Endi uyni ham berasan. Nima? Tushundingmi? Bo'lmasa seni tinch qo'ymayman. Beraman o'sha kaltni. Eshitdilaringmi? Endi bizni tinch qo'y. Beraman o'sha kaltni. Sanjar. Olgan pullaringni ham qaytar. Dushman do'stim. Ana, hamma pullaring shu yerda. Bir tiyin puling qolmadi menda. Hammasini olib keldik. Senlar meni chuchurmoqchi bo'ldilaringmi? Hali uyimga bordilaringmi? Ha, bordik. Kirolmadilaringmi? Yo'q, ichkarida chiroq yonib qoldi. Kimdir bor deb qaytib ketdik. Sen bir kun menga pand berishingni bilgandim. Sanjar, shuning uchun oilam chet elda deb aytganman. Aslida oilam shu yerda. Sen iflos. Meni ortimdan pichoq urding. Pichoq sanchding. Qo'yib yubor dedim. Qo'ylar dedim. Tashla buni. Voy. Nima qilib qo'yding? Otib qo'yding uni. Tez yordam chaqiringlar tezroq. Hech kim joyidan qimirlamasin.
hamma idoraga. Tushunarlimi? Odamzod qiziq. Kimnidir faqir holidan foydalanib, go'yoki unga yordam qo'lini cho'zganday bo'lishadi. Oqibatda hattoki omonat jonini qarz qilib qo'yishadi. Yaxshilik va yomonlik har doim yonma-yon. Allohga behisob shukrki, yaxshi insonlar ham oramizda yetarlicha. Aytishadi-ku, insonlar bor, insonlarning naqshidir. Ba'zi insonlar bor, hayvon undan yaxshidir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Nima bo'ldi? Aybsizligim isbotlandi. Qarzdan qachon qutulamiz? Uni ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Hozir u shifoxonada. Otasi ham bor haqiqatni bildi. Keyin qarzlardan kechib yubordi. Endi hech kimdan qarzimiz yo'q. Rostdanmi? Juda ham zo'r ish bo'pti. Saxiy odamlar ko'paysin. Ha. Ko'paysin. Baxil o'g'illariga esa Xudoning o'zi insof bersin.